Assalomu alaykum aziz hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar, YouTube ijtimoiy tarmoq egalari. Xullas, bugungi obzorimiz juda ham zo'r bo'ladi va hamma obunachilarimizga manfaatli bo'ladigan umidamiz. Va videoni oxirigacha ko'ring, like bosib qo'ying. Biz qanday skuterning, elektroskuterning ichida o'tiribmiz. Albatta buni siz uzog'i 2-3 minutdan keyin guvoh bo'lishingiz mumkin. Videoni o'tkazib olmasdan ko'rishingizni maslahat beramiz. Qanday skuterning ichida o'tirganimizda shu taxmin qilib keting. Ungacha biz o'sha obzor qilingan joyimizgacha, manzilimizga yetib borguncha tezlik, tablodagi narsalarni, ichki salonlarni tanishtirib o'tamiz. Samajon aka, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa biz albatta Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan Ganlam skuter do'konimizdan videoni olib bormoqdamiz. Albatta assortimentlarimiz zo'r ko'rsatib o'tamiz va biz o'sha hammaga qiziq bo'lgan va eng zo'r bo'lgan texnika, elektroskuter texnikasining ichida o'tiribmiz. Salonlarni obzorini qilib o'tamiz va o'sha obzor qilgan manzilimizga yetib borganda tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik Samajon aka. Voqea yangilik qachon keldi o'zi? Xudo xolasa yangiligimiz kelganiga 5 kuncha bo'ldi. Do'konlarimiz peshtaxtasiga endi yetib keldi. Endigina ranglari 4 xil rangi bor. Ko'k, oq, qora, mo'kri ranglarda bor. Taxmin qilib ketinglar azizlar, xudo xolasa biz qanday elektroskuterning ichida ketyapmiz. Samajon aka. Tezliklari xudo xolasa zo'r. Yurishlari juda zo'r. Aka salon qismi rangini shuni ko'rsatib yuboring. Ranglar, patologlarni qarang. 100 millionga mashina olib, patologini ashpaqaga kezasiz mana. Buni ashpaqasi o'zi bilan. Tepada luk, ventilyator. 2 kishi bemalol o'tiribmiz. Men 100 kilo oshiqman, xudo xolasa Samajon akam 60-70 kilogramm chiqadi. 2 kishi. Ajoyib. Bemalol qiynalmay o'tiribmiz. Quyosh ham botay deb qoldi. Quyosh ham botay deb ajoyib manzara bo'ldi. Xudo xolasa mana tezliklarimiz tabloda ko'rsatadi. Zadniy kamera bor. Manzaralarni qaranglar, xudo xolasa zo'rligini aka. Ajoyib. Vodiyni tabiatida motorlari nechalik ekan? 1,5 mili miya motor bilan jihozlangan aka. Zo'r, kattagina, ulkan miya motor bilan jihozlangan. Va shu holatiga aka 70 lik akkumulyator bilan 6 tasi bilan jihozlangan. 670 lik akkumulyator, 1,5 millik to'rtburchak original miya motor. Xudo xolasa rosa qishloq bob, dehqon bob narsa aka ko'la. Narxlari ham zo'r chiqqan. Albatta narxini bilish uchun, buning narxini bilish uchun siz plus begini qoldirishingiz kerak. Albatta buni narxini yashirish bir yoki oshkora qilmasdan kimgadir bunday sotish emas. Bizni qanchalik odam kuzatishini bilmoqchimiz, xudo xolasa. O'shaning uchun aka-ukalar narxini kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, o'zimiz sizga narxini albatta javobini qaytaramiz. Maşallah. Ajoyib. Mana har doimgidek bir obzorni qilganmiz. O'ng tomonimizda Bravo baliqxonasi va biz o'sha hamma ov mavsumida mazza qilib baliq oladigan o'sha bomba kanal deydi, ha? Bomba kanalining ko'prigida turibmiz. Ajoyib mana. Bu yog'i mana katta trassa yo'l. Xudo xolasa 2 minut, 3 minut deb adashmadikmi Samajon aka? Ko'p minut o'tib ketmadimi? 5 minut bo'ldi. 5 minutdan o'tdi. Aka-ukalar kuzatganlaringiz uchun rahmat va sizlar bilan mana endi buning tashqi ko'rinishini ko'rsatamiz. Samajon aka tushdikmi? Tushdik. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kutgandilaring, xudo xolasa albatta o'sha mashhur rang, o'sha mashhur labo. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Sizdan ham pul ko'payib ketdi. Prichaskalar bugun boshqacha. Hamma kutgan o'sha ko'k rangdagi mashhur labo.
Albatta, Laboni minisi 500 kg, 600 kg yuk ko'taruvchi elektronli Labo. Mana o'sha mashhur rang. Xudo xolasa laykni bosib ko'rasizlar. To'rt g'ildirak. Aytganimizdek 1,5 mili miya moto bilan jihozlangan va 70 li akkumulyator bilan 6 ta jihozlangan. Bitta zaryadni naq 50-60 km osmoni bemalol bosib o'taveradi. Ramalar baquvvat ishlangan, tepa projektor, mana oldi farlet faralar, tumangi faralar, oldi duga, tepa bagaj, dvornik, bakovoylar hammasi birga-bir buni 1 tonna bilan birga-bir ishlangan. 4 xil rangda bo'ladi. Ko'k, oq, qora, mokri ranglarda. Tepada bagajnik, luk, ventilyator va qo'shimcha salonida pechka, tabloda zadniy kameralar bilan jihozlangan. Albatta, mana bunday bortlar ham chuqur bort bilan jihozlangan. Mana bunda tiyagalari bor. 4 ta balon ham 12 450 lik balon bilan jihozlangan va tormozlari jit qismi bo'ladi. Samajon aka rama qismini ham ko'rsatib o'taman aka. Aka ma'qulmi xudo xolasa? Comfort klientlarimizga bomba yangilik bo'ladi. O'sha 1 tonnaligini biroz menga katta degan aka-ukalarimizga xudo xolasa mana 600 kg olib qo'ydik-ku. Juda ham ajoyib. Saloni hech qanday tormoz. Ikkita odam bemalol mazza ketadigan. Hali tor kichkina saloncha emas. Salonlarda ham 2-3 ta odam nevaralarini, otaxonlar, ayollarni olib mazza ketsa bo'ladi. 70 lik akkumulyator, 1 tonnaliga ham 500 kg ham shu akkumulyator bosib yubordik. Nima deysizlar akalar? Akkumulyatorga ichimiz bitta layt bosib qo'yasizlar, probegi zo'r bo'ladi. 4 burchak miya motor, kanki polojni 1,5 zo'ridan 2 qavat risol mana aka. 2 qavat risol bilan jihozlab qo'yganmiz. Purshina, amortizator zo'r xudo xolasa aka. Tormozlari jitqisli bo'ladi. Baquvvatligi bilan. Mana ramalar baquvvat, haqiqatan baquvvatligi to'g'ri gapirdiz, bilinib turibdi aka-ukalar. Arqa stoplarni ko'rsatamiz Samajon aka. Arqa stoplarimiz mana Mers stoplardan qo'yilgan. Tormoz chiroq, mana bu pavorotlar, fatvaning hammasi yonadi. Mana bu zatniy kamera bor. Bort razmerlarini albatta so'rashadi. Bort razmerlari 1.10 ga 1.60 bo'ladi. Mana eshiklari ham juda ham ajoyib ochiladi. Mana kengina gaz tormoz oyog'ida avtomat korobka hisoblanadi. Panejniy rejimlar ham mavjud. Mana salon ranglari, signallar, tagida bagajniklar bor. Tepada ventilyatorlar ishlab turibdi. BMW signal. Yengil yelpi bir mahalla ko'yga, choyxona yurish uchun aziz otaxonlarimiz uchun yoki bir yosh endigina mashina minishni o'rganuvchi balog'at yoshiga o'tgan ukalarimiz uchun yaxshi texnika, albatta dehqon akalarimiz uchun bir dala-palaga borib kelgani eng zo'r ajoyib texnika hisoblanadi. Xudo xolasa eng arzoni va sifatlisi albatta Ganlanda bo'ladi. Laykni bosib qo'yasizlar. Mana shu texnikalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Hammalarni kutib qolamiz. Aloqaga chiqarasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa zo'r deb bemalol aytaveramiz. Akkumulyatorlar ishonchli, yili 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Elektronning Laboning mini varianti, ya'ni 600 kg-ligi. Ko'k rangda bo'ladi. Qani xudo xolasa YouTube ijtimoiy tarmoq egalari banglatib boramiz. Prosmotrlar boplaymiz, kommentariyada tis joylaymiz va narxini albatta sizga jo'natamiz. Xudo xolasa kelishib qolsak, albatta vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga esa kelishgan holatda bo'ladi. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Hatto kamchiliklarga albatta rozi bo'lasizlar. Albatta sizlar bilan Kamina Vohidjon va kadr ortida Samarjon akam bo'ladi.